Hasan Husan bolalarimizni ko'rsatgan olib kelgan edik. Allohga shukr, natijalarni ko'rib o'zimiz juda ham xursand bo'ldik. Alhamdulillah, Allohim o'ziga shukrlarimiz bo'lsin. Bolalarimdek o'zgarishlar, o'sha boshida kelganimizda bolalarimizni tillarida gapirishlarda, gaplarni, so'zlarni tushunishda imkoni yo'q edi. Zipper tashxislari bilan kelgan edik. Opani o'zlari bilan ishlab, opani yozgan nazdechinalari bilan o'sha nazdechinalar qildik. Allohga shukr. Bolalarim gapirishyapti, gap so'zlarni tushunyapmiz. Еще как gapirishyapti-da. Необычные so'zlarni ham ishlab gapirishadi.